Yana bir xabarimiz vatandaş bugunchi islag'i 2022 yil 8-ayning 4-kuni. Endiki xabar mundaq. Jungo Yaponiya Tashqi ishlar ministrlari tuyuqsiz huddi qo'pishdi. Ajdahor masalik ayol bayonotchi Yaponiyaning salohiyati yo'q dedi. Mavzuli xabar 8-ayning 4-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyuan 8-ayning 4-kuni mundaq dalilladi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi Yaponiyaning tashqi ishlar ministri Lim Fangjing bilan o'tkazadigan suhbatni amaldan qoldirdi. Sabab shuki, dediki bayonotchi, Yaponiya 7 davlat guruhi va Yevropa ittifoqi bilan sheriklashib, Jungoni o'rinsiz ayblaydigan bayonot e'lon qildi. Oq qorini ostin qilib o'tdi. Amerikaning, ya'ni Jungoning egilik huquqiga tajovuz qilish harakatlariga yantayoq bo'ldi. Jungo xalqi buningdan norozi bo'ldi. Jungoning bayonotchisi Hua Chunyuan muxbirlarning savollariga javob berganda mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Jungo Yaponiya tashqi ishlar ministrining suhbatni uyushtirmaydi. Jungo taraf Jungo Yaponiya tashqi ishlar ministrlaridan kechiringlar suhbatini uyushtirmaydi. Chunki Yaponiya 7 davlat guruhi va Yevropa ittifoqi bilan birlashib, Jungoni yo'lsiz ayblab bayonot e'lon qildi. Yaqinda 7 davlat guruhi bu to'g'rida masalan Nancy Pelosi xonimning Tayvan ziyorati to'g'risida bayonot e'lon qilgan edi. Alloh xolsa ko'ramiz buni vatandoshlar. Hua Chunyuan yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning Tayvan masalasida tarixiy jinoyati bor. Shunga Tayvan to'g'risida mundaq deyish salohiyati yo'q. Qiziqishgina Yaponiya men mustamlik qilibdiman, bu Tayvan degani bo'ldi, chiqib ketdim deb tashlab chiqib ketdi. Jinoyat shumi, Hua Chunyuan xonim? Yaponiyani o'z ichiga olgan holda 7 davlat guruhi va Yevropa ittifoqi 8-ayning 3-kuni bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo tarafdan Avom palata boshlig'i Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilganligi munosabati bilan Tayvanga qo'llangan harakati vaziyatni jiddiylashtirib, muqimsizlik paydo qiladi. Masalan, Jungoning mundaq kayfiyat ostida Yaponiyaning tashqi ishlar vazirligi yoki vaziri Lim Fangjing bilan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Kambodsiyada o'tkaziladigan Sharqiy Janub Osiyo davlatlari diplomatlari yig'inida suhbat o'tkazmoqchi bo'lgan edi. Kechiringlar. Yaponiya Gongtongshi agentligi hukumatning ko'p tarafli uchurlaridan naql keltirib bunda xabar qildi. Yaponiya Jungo ishki davlat hukumatlari aslida 4-kuni o'tkaziladi deb belgilangan, 8-ayning 4-kuni o'tkaziladi deb belgilangan Yaponiya Jungo diplomatlari suhbatini amaldan qoldirdi. Balki Tayvan bo'g'zining vaziyatining ta'siriga uchragan bo'lishi mumkin bu suhbat yoki o'rinlashtirishmi, amaldan qoldirishmi? Har ikkisi Nancy Pelosi xonimning Tayvanni ziyorat qilishiga munosabatli bo'lishi kerak.